Mana marraga oz qoldi. Gullar. Bo'ldi, shaydan qaytaveraylik. Smarodinami buni? Yo, smarodina emasmi? Yesa bo'ladimi buni? Yemay qo'yayna. Lav, o'nayni emgiri. Sizda bir narsani ko'rdim. Sizlarga ham hozir ko'rsataman. Yo, men telefonim ishmas ekan. Sizlarga ko'rinmas ekan. Seriyalarga indamay qo'yiraman. Ko'rganim. Sekin pastga tushib ketsak bo'ladi. Hop, mana shu videoni Instagramga qo'yib qo'yaman. 20 ta obunachim bor. Shunchaki qo'yib qo'yaman men. Qishloq pastda. Haligi Sputnikdan ko'riladi-yu, telefon kartasidan. O'ttayni qo'yib ko'rinyapti maylar. Meni ko'zim. Sizlar ko'zlarga mana shunday ko'rinyaptimi? Haligi. Yandex karta deyman. Ular telefon kartasi bor, shundan ko'rinadi. Shunday qo'yib ko'rinyapti, qaranglar. Moni qaranglar, mana. Smarodinami buni? Yo, smarodina emasmi? Yesa bo'ladimi? Yo, bo'lmaydimi? Bu archa haqiqatda chiroyli ekan, ammo bari. Buni nali qushlarni, narsalar ovozi eshitilyaptimi sizlarga? Men hozir gapirmay turaman. Jim turaman, eshitilarmikin qani? Men o'zimcha 20 ta obunachim bor. Shu obunachilarga ko'rsatib qo'yin deb ko'rsatyapman. Xolos, boshqa gap so'z yo'q. Chiqib qo'ydi-le. Moni qaranglar. Moni qaranglar, Moni. Imo archani qaranglar. Mo 3, 4, 5. Mo qaranglar. Mon qaranglar. Imon qaranglar, tepasi yo'q ekan. Atelab kesish borganmi? Kimga zarar kelibdi bu yoqqa chiqib bu archani kesib yuborib tepasini? Aşağıdan. Bunu archani qara, chiroyligini. Menga qiziqarli bo'lyapti, shunga sizlarga ham ko'rsatyapman, xolos shu. Boshqa gap so'z yo'q. Tamam. Qishloq. Bilmayman, 100 marta ko'rsatib yubordim men ilarda. Men qayta ko'rsatib yuraveraman-da. Kayfiyatim ko'tarildi. Kayfiyatlarim ko'tarildi. Ancha maza qildim. Endi sekin pastga qarab tushib ketyapmiz. Ketdik, bo'ldi endi. Biz ham sal ko'tarib oldik. O'ta ko'p aylanib bordik, o'ta ko'p dam oldik, bo'ldi endi. Qani? Ana. Ilon tuxumi. Qani, ochchi. Ana tuxum turibdi. Endi yaqinlashtirib kamerada ko'rsating. Mana. Qani? Bu yoqda turibdi-ku. Ana endi ko'rin. Katta tuxum ekan. O'chirdingizmi? Yo'q, o'chirmadim. Xullas. Nima? Mono bor-ku menida. Baliqlarga bunaqa maydashib. Hozir men buni hidini bor yetkazib bermayapman sizlarga. Hidi shunaqa shirin, buni o't o'lanlar, gullardi. Hidi shunaqa uryapti. Endi qo'yaverasizlar. Tabiiy duxi, tabiiy atr, tabiiy xushbo'ylik. Hidini qaranglar. Massada. Hidi zo'r ekan haqiqatda. Buni smarodinami buni? Yesa bo'ladimi buni? Sog' bo'lasizlar. Uncha tepalarga chiqib, bunday qaytib tushyapti, mayda to'xtab qoldik-da. Suv ovozini eshitib, hozir mayda tepada ko'rmagan chiroyli narsalarimizdan ham ular adashib ketdim. Xullas, mana
Ha, shuni ko'rsatmoqchi edim. Mo'l qaranglar. Tog'dan tabiiy tushib kelayotgan suv bari bo'lakchada, boshqacha. Shirinda. Toshlardan filtrlanib kelyapti-da. Shirinmikan? Toshni mazasi. Toshdan kelar ekan. Toshdan. Nima, xuddi toshib yurgan odamdek gapirdimi? Muzdeligini. Omar rasa muzda ekan. Men hali qo'lim tiqib ham ko'rganim yo'q. Mana. Yolg'on bo'lib qolmasin, manaki. Ha, bu haqiqatan muzda ekan. Muzda ekan. Endi mana shu suvdan bitta ichib olsam bo'ldi, tushib ketaveramiz. Endi to'xtash yo'q, bo'ldi. Dekansa ketamiz. Bo'ldi, endi videoga olmayman. Shu bilan ketamiz deb, bilmayman 96 marta to'xtab videoga oldim. Bu rangi bo'lakcha ekan. Telefonda meni ko'zimda ko'rsatgandaqa ko'ndimayapti. Ha, anaqa. O, smarodinami? Yesa bo'larmikin, ha?